Assalomu alaykum, hurmatli Qiziltepa tumani aholisi, aziz mehmonlar. Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar markazida inson va uning huquq va erkinliklari sha'ni va qadr-qimmati turibdi. Qisqa muddatlarda huquq-tartibot idoralari faoliyati butkul takomillashtirildi. Zarur kuch va vositalar bilan to'liq ta'minlandi. Eng asosiysi huquqbuzarliklarning oqibati bilan kurashish emas, balki ularni oldini olishga asosiy e'tibor qaratildi. Joriy yilning o'tgan 5 oy mobaynida tuman hududida 98 ta jinoyatlar sodir etilgan. Mahallalarda oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar soni esa 13 dan tashkil etgan. Bu asosan Oqsoch, Yangihayot, Oboddiyor, Yashnobod, G'oyibon mahallalari hisobiga to'g'ri keladi. Ya'ni Jinoyat kodeksining 169-moddasi, O'rtaqo'rg'on mahallasi esa Jinoyat kodeksining 104-moddasi, Zarmitan va Sofiyo mahallalarida 105-modda, Qayronchi, Bo'lakrabot, Oboddiyor mahallalarida 109-modda va Alisher Navoiy mahallasida Jinoyat kodeksining 140-moddalarini tashkil etmoqda. Tuman hududida joriy yilning 5 oyida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning 42 tasi qayd etilib, umumiy jinoyatlarning salmoqiga 42,9% tashkil qilgan. Tumanda jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi kurash borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar natijasida jinoyatlarning turlari qasddan odam o'ldirish, talonchilik, bosqinchilik, nomusga tegish, bezorilik kabi jinoyatlar umuman sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Biroq shunga qaramasdan haligacha fuqarolarimiz orasida ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan feyk xabarlarga ishonib, ulardan jabr ko'rayotganlar ko'plab uchramoqda. Yana bir muhim yo'nalish korrupsiyaga nisbatan murosasizlik muhimini shakllantirish to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Avvalo, korrupsiyaga qarshi kurash sohasida mustahkam huquqiy asos yaratildi. Shu bilan birga korrupsiyasiz soha loyihalari doirasida alohida sohalarda shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Kelgusida ham ushbu yo'nalishda ishlar izchil davom etadi. Korrupsiyaga murosa yo'q degan qat'iy pozitsiya qaror topishi lozim. Xabaringiz bor, joriy yilning 5-yanvar kuni Prezidentimiz tomonidan 2026-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 1-sonli va 2-sonli qarorlar qabul qilindi. Qarorda asosiy urg'u jinoyatchilikni jilolashga ko'maklashuvchi muhim infratuzilmani shakllantirishga qaratilib, huquqbuzarliklar profilaktikasiga mas'ul bo'lgan barcha idoralarga ulkan vazifalar qo'yildi va asosiy kuch va vosita aynan shu maqsad uchun safarbar etilmoqda. Ushbu qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida tuman prokuraturasi huzurida ishchi guruh tashkil etilgan, shtab tashkil qilingan bo'lib, ularning faoliyatini muvofiqlashtirib borish tuman prokuraturasiga yuklatilgan. Shu bilan birga barchamiz uchun dolzarb bo'lgan yana bir masala O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025-yilning 1-dekabrida qabul qilingan 754-sonli qarori katta ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur qarorlar asosida profilaktika inspektorlari tomonidan joriy yilning 5 oyi davomida 3248 nafar, shunda may oyida 429 nafar jinoyat qilishga moyil va jinoyatdan jabrlanish xavfi yuqori bo'lgan shaxslarga xulosalar berilgan. Shundan hokim yordamchilariga 621 ta, yoshlar yetakchilariga 621 ta, xotin-qizlar favoliga 567 ta, ijtimoiy xodimlarga 571 ta, soliq inspektoriga 77 ta, profilaktika inspektorlarining o'zlariga esa 801 tani tashkil qiladi. Ularning muammolari hal etilib 2911 tasi, 89.6% qo'shma xulosalar tuzilgan. Bundan tashqari tumanda yoshlar jinoyatining oldini olish, maktab o'quvchilarining bo'sh vaqtlarini samarali tashkil qilish maqsadida sport va boshqa foydali mashg'ulotlarga jalb qilib borilmoqda. Tungi reydlarni tashkil qilish orqali ularning nazoratsiz yurishlarini oldini olish choralari ko'rilmoqda. Ushbu chora-tadbirlarning barchasi siz, aziz tumandoshlarimiz hamda tumanimiz mehmonlarining xavfsizligi uchun amalga oshirilmoqda. Shunga ko'ra bugungi murojaatimda barchangizni ogohlikka chaqirib, qonunlarga qat'iy rioya qilishingizni, ozon pul topishga targ'ib qilayotgan firibgarlarga ishonib qolmaslikni, o'zingizni va yaqinlaringizni asrashingizni so'ramoqchiman. Fursatdan foydalanib barchangizga mustahkam sog'lik, xonadoningizga xotirjamlik va fayz baraka tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.